Rostini aytsam, men o'g'limga iPhone telefonini sotib olmayman. Ko'pchilik meni kuzatishi va ko'pincha odamlar nega o'g'limning ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishiga yo'l qo'ymasligimni so'rashadi. Chunki 2020-yilda u mendan ruxsatsiz Instagram akkaunt ochgan edi va uning Instagramida bir kunda 1 milliondan ortiq obunachilar a'zo bo'ldi. Va men bu haqida bilib qolganimda, men darhol akkauntini o'chirib tashlashni buyurdim. Ha, u hozir 14 yoshda. Uning qimmatbaho telefonlari yo'q. Va unga har qanday o'yin kulgu, qimmat restoranlar va har xil bazmlarni va burger, gazli ichimliklar, umuman olganda zararli narsalarni qattiq taqiqlayman. Men uni qattiq mehnatning haqiqiy bahosini anglashni istayman. Kelajakda u professional tarzda futbolga kirib borishini va mehnatlar hamda intizomni, vaqtida uxlashni, umumiy foydali ishlarga ko'proq e'tibor berishini buyuraman. Mehnatlar sabab yuqori cho'qqilarni zabt etish haqiqatini men oddiy timsolda unga isbot turman.